Assalomu alaykum. Kadr ortida loyihasining navbatdagi soni efirda. Montaj ustasi, montaj rejissyori bu so'zlar qulog'imizga tez-tez chalinib turadi. Qizig'i, bu so'zning asl o'zagi o'zbekcha bo'lmasa-da, har birimiz montaj haqida ma'lum xulosaga egamiz. Ko'rsatuvimizni kuzatib boring. Kadr ortida loyihasida bugun televideniyaning yana bir qiziqarli soha vakillari, ya'ni montaj ustalari haqida ma'lumot olasiz. Men O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tizimiga 1999-yilning oxirlarida kirib kelganman. Bu yerda meni ustozim Toyir aka Zokirov qarshi oldilar va menga albatta texnika sirlarini o'rganishimda, teleradio markazi tizimi, bu televideniya keng dargohligi, bu yerda nafaqat texnik xodimlar, balki tasvirchilar, chiroq ustalari va ko'plab soha mutaxassislari ishlashini menga tushuntirdilar. Va umuman menda tushuncha paydo bo'ldi. Shu sohaga qiziqib qoldim. Men qiziqishim mumkin edi tasvirchining ishiga, chiroq ustasining ishiga, muallif ishiga, rejissyor ishiga, lekin menda shu montaj ustaligiga qiziqish shu darajada ta'sir qildiki, bu sohadan keta olmasligimni, hayotimni shu soha bilan bog'lashga aniq o'zimga maqsad qo'ydim. Va bu maqsadga erishish maqsadida o'zimning bilimimni oshirishga, o'zim malakamni oshirishga harakat qildim. Bunda albatta menga ustozlardan G'ofir aka, Iskandar aka Solihov va ko'plab teleradio markazida faoliyat ko'rsatadigan har xil texnika sohasini mutaxassislari menga rosa yordam berishdi. Video muhandis, elektronchi, montajchi ham o'ziga yarasha ijodiy qarash kerak. Ya'ni bu ijodiy qarash deganda bu texnika, bu ijodga yaqinligi yo'q degan har xil fikrlar bor. Lekin men unaqa deb o'ylamayman. Chunki montaj uskunalarini ishlatish ham bu san'at. Bu albatta bilim talab qiladi, o'ziga yarasha mahorat va malaka talab qiladi. Mana bu so'nggi rusumdagi montaj apparatxonasiga kirgan kishi minglab tugmachalar qandaydir ishoralarni berayotgan mitti chiroqlarga qarab hayratga tushishi aniq. Ularning har biri ma'lum vazifani bajaradi. Ko'rib turganingizdek, faqat mohir montaj ustasigina bu texnika bilan dillasha oladi. Mana biz o'tirgan hozir montaj apparatxonamiz o'ta murakkab hisoblanadi. Bu yerda dunyoning mashhur Sony kompaniyasini video montaj, audio montaj uskunalari jamlangan. Bu yerda misol uchun DFS 6000, DMI 5000 va albatta o'ziga yarasha monitorlar va audio mikserlardan yig'ilgan va albatta hozirgi zamonaviy texnika, ya'ni raqamli video magnitofonlar bilan bu yerda ta'minlangan. Mana ko'rishingiz mumkin, orqa planda ham ko'rinib turibdi. Bu uskunalar hozirgi zamon talabiga javob beradigan raqamli texnika hisoblanadi. Bu montajxonani yana ta'riflaganda, bu montajxona chiziqli hisoblanadi. Ya'ni o'zi montaj jarayonida ikki xil usuldan foydalaniladi. Ya'ni montaj uskunalari ikki xil usulda montajxona, chiziqli va nochiziqli. Ya'ni biz o'tirgan xonamiz chiziqli bo'lgani, bu yerda kasetalardan foydalanadi. Ya'ni kaseta video magnitofonga qo'yiladi, video magnitofon orqali monitorlarga chiqarilib, mana qo'limning oldida turgan boshqaruvchi pult orqali boshqariladi. Misol uchun shunaqa narsa, montajda shunaqa narsalarni qilish mumkinki, ya'ni san'at darajasiga chiqqanini isboti. Misol uchun bitta video lavhani olib turib, shuni har xil pardoz andoz ishlarini olib borish mumkin. Ya'ni rangini bo'yab, unga maxsus effektlar qo'shib, o'ta murakkab effektlarni qo'shib, video muhandis, ya'ni elektronchi montajchi shu darajaga keltirishi mumkinki, tomoshabin shu narsani qiziqish bilan ko'radi. Elektronchi montajchi aytib o'tganimdek, bu ijodkor, texnik ijodkor hisoblanadi. Ya'ni texnik ijodkor rejissyorga yoki muallifga o'zini fikrini bayon qila olmasa, bu yerda u mahsulotda texnik yechimini tushuntirib bilish shart deb o'ylayman. Chunki bu uni vazifasiga kiradi, uni asosiy vazifasi ham shunda.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida har bir ijodkor ko'rsatuv tayyorlashdan oldin albatta ssenariy yozadi. Mana shu ssenariy asosida tasvirga olish jarayonlari boshlanadi. Tasvirchi tasvirga olish jarayonida har xil kadrlarni suratga tushirishi mumkin. Lekin ko'rsatuvdek chiqishi, lavhalarni chiroyli chiqishida albatta video montaj jarayoni muhim rol o'ynaydi. Eng quvonarli tomoni shundaki, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi professional video muhandislarga boy. Ana shunday video muhandislardan biri Xayrulla Azimjonov. Xayrulla yosh bo'lishiga qaramay iste'dodli va izlanuvchan mutaxassislardan. U o'z ishini qoyilmaqom bajarish bilan birgalikda rejissyorlarga, ba'zan mualliflarga ham o'zini qiziq g'oyalarini bildiradi. O'zbekiston teleradio kompaniyasida yaratilgan sharoit va zamonaviy elektron jihozlar yordamida ko'rsatuv va lavhalarga sayqal beradi. Biz albatta mana shunday iste'dodli, talabchan va o'z ishini yaxshi bilgan mutaxassislarimiz, video muhandislarimiz boridan juda ham xursandmiz. Misol uchun elektronchi montajchi o'tirgan joyida mana shu xonada jamlangan barcha video, audio miksherlarni boshqarish imkoniyatiga ega. Ya'ni men hozir o'tiribman, mana shu boshqarish pulti orqali barcha video magnitofonlarni, monitorlarni, audio miksherlarni, barcha texnik anjomlarni boshqarishim mumkin. Bu orqali misol uchun men o'tirgan joyimdan subtitr berishim mumkin. Ma'lum bir effektlarni chiqarishim mumkin. Ya'ni effektlarni chiqarib barcha jarayonni boshqarishim mumkin. Respublika teleradio markazi tizimida tasvir montaj guruhi xizmat qiladi. Demak, ular 2 smenadan iborat bo'lib, O'zbekiston, Yoshlar, Toshkent, Sport teleradio kanallarini montaj guruhi deb hisoblanadi. Demak, bizani guruhimizda o'ta murakkab, oddiy montaj apparatxonalaridan iborat. Ularda elektron montajchi yigitlarimiz, qizlarimiz xizmat qiladi. Xayrulla Azimjonov elektron montajchimiz o'ta murakkab montajxonalarda ko'rsatuvlarini montaj qilib efirga tayyorlaydi. Ko'rsatuv yoki biror dastur yozib bo'lingan vaqtda kassetada 3 soatlik ishchi material bo'lishi mumkin. Ijodkorlar esa unda 40 daqiqalik efir mahsuloti yaratishi kerak. Bu holda montaj ustasiga katta mas'uliyat tushishi aniq. Sababi, ko'rsatuvning qaysidir joyida boshlovchi yoki so'zlovchi adashib ketgan yoki qaysidir ishtirokchi o'z fikrlarini yo'qotib qo'yib, mavzudan chiqib ketgan. Ko'rsatuvimiz qahramoni bu kabi holatlarni boshdan ko'p o'tkazgan. Shuning uchun ham hamkasblari Xayrullani usta montajchi deb ta'riflashadi. Ko'rsatuv qanday tayyorlanadi? Demak, birinchidan, muallif, ko'rsatuvning muallifi ko'rsatuv haqida o'z g'oyalari, o'z fantaziyalarini bir qog'ozga jamlab yozadi va ssenariyni tashkil qiladi. Bu ssenariy rejissyor bilan hamkorlikda yanada pishitilib, ushbu ssenariyni tasvirga olish jarayonlari boshlanadi. Demak, tasvirga olish jarayonida muallif, rejissyor va tasvirchi hamkorlikda obyektlarga borib, uni tasvirga olishadi. Mana shu jarayonlar hammasi bitgandan so'ng video muhandis qo'liga yetib keladi. Ya'ni boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, mana shu jarayonda video montajchining mehnatidan, uning ijodidan foydalanadigan jarayon boshlanadi. Bu jarayonda muallif, rejissyor o'zlarining fikrlari, umuman jarayonlarda shu kunga, shu daqiqagacha o'ylagan fantaziyalarini hamkorlikda mana shu montajchi bilan kelishgan holda ko'rsatuvlarni montaj qilib, unga sayqal berishni, dizaynlarini chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilishadi. Mana shu yerda bizning video muhandis, ya'ni hamkasblarning juda katta mahoratlari kerak bo'ladi. Video muhandislar kim degan savolga agar sodda tilda qilib aytadigan bo'lsak, mana tikuvchilar bo'ladi. Har bitta kiyimni tikishda ular oldin chizmasini qilishadi, bichishini qilishadi, keyin tikishadi. Kerak emas joylarini to'g'rilab, kerak emas joylarini olib tashlashadi. Bizni ko'rsatuv tayyorlash jarayonida ham xuddi shunday holatlar bo'ladi. Dubllarimiz bo'ladi. Har xil kerak emas kadrlar bo'lib qolishi mumkin. Ana shu video muhandislarga biz maslahatlashgan holda mana shu joylarni olib tashlaylik, mana shu joylarni qo'shaylik, mana shunaqa deb o'zimizning taklifimiz berganda, ular biz bilan ijodiy muloqot tarzida ana shu ko'rsatuvni go'zalligiga, dizayniga o'zlarining hissalarini qo'shishadi. Mana shunday elektronchi muhandislarimizdan biri Xayrulla Azimjonovdir. Bizning ijodiy ishlash jarayonimizda Xayrulla bilan ko'p ijodiy bahslar,
munosabatlar qilganmiz. Ya'ni bitta ko'rsatuvni tayyorlash jarayonida men o'zim taklifim bersam, xayrlarda bitta yaxshi tomonlari bor, o'zini fikriga ega bola. Agar jarayonda biz taklif qilgandan ko'ra yaxshiroq bir variant, yaxshiroq bir taklif turgan bo'lsa, u albatta aytib o'tadi shu narsani va shu narsani amalga oshirib ko'rsatib beradi. Keyin biz ijodiy guruh o'tirib ko'rib, balkim shu ko'rinishi balkim chiroyliroq bo'lishi mumkin deb ana shu aytgan taklifdan foydalanamiz va albatta mana shu xayrli bergan taklif ko'rsatuvga o'ziga yarasha bir bezayiga, ijodiy tomoniga o'zini katta bir hissasi qo'shiladi. Ishdan keyin uyga borib O'zbekiston teleradio kanallaridan namoyish etilayotgan ko'rsatuvlarni tomosha qilib o'tirganimda albatta xursand bo'laman. Shu ishda ham mening qo'lim borligidan va meni hamkasblarimning qo'li borligidan rosa faxrlanaman. Chunki kadr ortida tomoshabin bu jarayonlarni ko'rmaydi, mashaqqatini. Lekin shu insonlar mana shuni ko'rib o'tirib xursand bo'laman. Bu televideniya bag'ri keng makon. Biz ijod qilishimiz uchun teleradio markazimizda barcha imkoniyatlar yaratilgan. Barcha sharoitlar muhayyo. Ya'ni dunyoga mashhur Sony, Siemens kompaniyalarining texnika anjomlari bilan jihozlangan. Dunyoni, jahonni barcha talablariga javob beradigan televizion mahsulot tayyorlash imkoniyati bor. Bizdan faqat bilim olish, malakamizni oshirish, tayyor uskunalardan to'g'ri oqilona foydalanish va bu orqali sifatli mahsulot yetkazib berish. Asosiy maqsad shu. Muhtaram tomoshabin, kadr ortida loyihasi sizga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining kadr ortida mehnat qilayotgan ko'plab ijodkorlarni tanitgan. Sizni televideniyada yana qaysi soha egalari qiziqtiradi? Bu haqda bizga ma'lum qiling. Biz esa sizni kadr ortida ijod qilayotgan ijodkorlar bilan tanishtirib boramiz. Yana ko'rishguncha